Jigarlar o'yinni ko'rdinglar va bunda hamyurtlarimiz, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi Kongoga qarshi bo'lib o'tgan uchrashuvda birinchi bo'lib to'g'ri hisobni ochib olishdi, lekin yakunda 3 ta gol o'tkazib yubordik va cho'pir hisobida mag'lubiyatga uchradik. Birinchi bo'lib Eldor Shomurodov gol kiritgan bo'lsa 10-daqiqada, keyinchalik 67-daqiqa, 80-daqiqa va 90+2-daqiqada 3 ta gol o'tkazib yubordik. Va shu tariqa biz mundial bilan xayrlashmoqdamiz. Bu biz uchun 34 yil deganda birinchi jahon chempionatiga chiqishimiz, ya'ni debyutimiz edi. Biz guruhda hattoki bir ochko ham to'play olmadik, -9. 2 ta gol kiritgan bo'lsak, 11 ta gol o'tkazib yubordik. Birinchi turda Kolumbiyaga qarshi 3-1 hisobda mag'lub bo'lgan bo'lsak, ikkinchi turda Portugaliyaga yirik 5-0 hisobda mag'lubiyatga uchradik va hozirga, ya'ni 3-turga kelib Kongoga qarshi bo'lib o'tgan uchrashuvda 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchrab, mundial bilan xayrlashmoqda terma jamoamiz. Mayli, har kim o'z fikriga ega. Lekin Brixtalar o'zlaricha Fabio Cannavaro out deb aytishmoqda. Agar Timur Kapadze bo'lganda sizlarga savol, komment yozib qoldirasizlar. Sizlarga savol, agar Fabio Cannavaro o'rnida Timur Kapadze yoki boshqa bir o'zbek murabbiysi bo'lganda ushbu natijani qayd eta olarmidi? Fikrlaringizni kommentda kutib qolaman. Albatta, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Men bitta gap aytaman, bo'ldi. Hamyurtlarimiz, sizlarga alohida katta rahmat. O'zbekiston hali dunyoni titrata oladigan darajada kuchga ega bo'lib qaytadi. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Olg'a O'zbekiston. Rahmat sizlarga. Oxirgi gapim shu. Rahmat sizlarga O'zbekiston. Biz sizlar bilan faxrlanamiz.